Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun xrizantema haqida gaplashamiz, do'stlar. Xo'p, bizda mana shunday xrizantema ko'chatlarni qilishni boshladik. Qalamchadan bo'lgan bu. Ildiz oti bo'ldi, sotishga tayyor. Xullas, bir dona ko'chatini 1,5 ming so'mdan sotyapmiz, do'stlar. Hamma rangidan bor. Yo'q, menga stakansi kerak desalaring, mana shu tushni qilib beramiz. Bunisi kelishamiz, 1000 so'm atrofida bo'ladi mana tomiri bilan. Sug'urib ham beraveramiz shundan. Tomirli qilib. Bu yerda kesib qalamcha qilyapmiz, do'stlar. Mana shu hamma rangidan alohida qilib qo'yganmiz. Kesiladi, bu yerga suqyapmiz. Kesyapmiz, suqyapmiz. Ranglarimiz aniq, do'stlar. Kimga kerak bo'lsa, jo'nataveramiz, do'stlar. Murojaat qilaverasizlar. Xrizantema globus. Million deydi. Hamma rangidan bor. Albatta, manilarga qalamcha qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.